Assalomu alaykum do'stlar. Tez bu videoni musofirlarga jo'natib qo'yamiz yoki hozirgi kunda Moskvaga yoki Rossiyaga bormoqchi bo'lgan odamlarga jo'natib qo'yamiz. Farzandi bilan endilikda yangi qonun chiqdi Rossiya hududida. Agar farzandingizni maktabga, Rossiya maktablariga topshirmoqchi bo'lsangiz, imtihondan farzandingiz kamida 90% javob bera olishi kerak imtihonda, maktabga kirish imtihonida. Agar javob bera olmasa, 90% javob bera olmasa, maktabga qabul qilinmaydi. Sizlarga maslahatim, farzandingizni Rossiyaga olib bormang. Olib borsangiz ham, maktabda o'qitmoqchi bo'lsangiz ham tayyorlab keyin borishingizni tavsiya qilaman. Barchaga rahmat. Barcha musofirlarga jo'natib qo'yamiz. Ko'rishguncha xayr.